Xayrli kech o'quvchilar. Nodibek Ismoilovning biologiya fanida masalalar to'plamiga doir qo'sh kirasiga doir ikkinchi masalani ko'rib chiqamiz. Xo'p, masalada aytilyapti, tirik heterozigota organizmlar tahliliy chanishtirildi. Xo'p, hosil bo'lgan F1 avlodning soni va genotipi quyidagi jadvalda berilgan. Demak, jadvalda berilyapti genotiplar, 8 xil genotip va 8 xil organizmlar soni. Bu genotipda 195 ta, bu genotipda 181 ta va hokazo shunday ko'rinishda ketyapti. Jami umumiy 1000 ta organizm bor ekan. Xo'p, endi jadvaldagi ma'lumotlar asoslanib genlar orasidagi masofa aniqlangan. Xo'p, demak, aniqlanishimiz aniq ekan. Ma'lumotimiz ekan genlar orasidagi masofa. Demak, genlar chiziqli genetik xaritada joylashadi. Xo'p, endi shularda orasidagi masofani aniqlaymiz. Misol uchun A bilan B orasidagi masofa, B bilan C orasidagi masofa. Va faqatgina bilmaymiz genlar qaysi lokusda joylashganligini. Misol uchun A o'rtada joylashgan bo'lishi mumkin yoki C o'rtada yoki B joylarda o'rtada joylashgan bo'lishi mumkin. Xo'p, birinchi ish nima qilamiz? Birinchi ishda mana bir. Xo'p, eslab olsak, mana genotiplar beriladi, organizmlar soni. Shu genotipdagi eng ko'p organizmlar soni ota-ona organizmlar soniga teng bo'ladi. Misol uchun bu yerda ko'p ekan 295 bilan 281. Hop, endi bular yozib olamiz mana. A, B, C. Pastda esa A, C. Hop, bu ota-ona. Endi eng kichkinasi bu 4 bilan ekan 2. Bular qo'sh krassingerga uchragan genotiplar. Ya'ni bular qaysilar ekan? A, B, C va A katta B kichkina C. Xo'p, endi biz qaysi gen qayerda, qaysi lokusda joylashganligini aniqlab olishimiz uchun ota-ona mana bu parentez bo'ldi. Bu tupl krassingerga. Xo'p, mana B bilan C belgilari bir xil. Misol uchun mana kichkina B, kattasi bir xil. Bu yerda farq nimaga bo'lyapti? A ga bo'lyaptimi? Demak, farq qaysinga bo'lsa, shu belgimiz lokusda o'rtada, markazda joylashadi. Demak, A ga bo'lyaptimi? Bu yerda A o'rtada ekan. Chekkada esa B, bu chekkada C. Demak, aniqlab oldik. Demak, shundan endi dastlabki ota-ona organizmni genotipini aniqlaymiz. Demak, B chekkada A, C bo'ldimi? Ota-ona shunda B, A, C, pastdagisi esa yana go'moligi katta B, kichkina A va kichkina C bo'ladi. Demak, mana shu nima ekan? Ota-ona organizm. Endi ikkinchi ishga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi ishimiz B bilan A orasidagi masofani topishimiz kerakmi? Buning uchun biz birinchi qo'sh krassinger foizini aniqlaymiz. Amaliy qo'sh krassinger foizi deb yuritiladi. Buni qanday aniqlaymiz? Xo'p, mana topish uchun, dubl krassinger topish uchun 4 ga qo'shamiz 2 ni, bo'lamiz jami organizm soni, ya'ni 1000 ga va ko'paytiramiz 100 ga. Teng. Mana 0 qisqarib ketsa 10 qoladi. 4 ga 2 6. 6 ni 10 ga bo'lsa 0.6%. Bu qo'sh krassinger foizi. Endi B bilan A orasidagi masofani topamizmi? Xo'p. B bilan A orasidagi masofani topishimiz uchun B bilan A orasidagi krassingerga uchragan genotiplar topib olishimiz kerak. Xo'p, buni qanday aniqlaymiz? Mana bizda dastlabki ota-ona organizm genotipi bor edi va B bilan A orasidagi yakka krassingerni topamiz. B bilan A orasidagi yakka krassinger bo'lyapti, farq B ga bo'ladi. Ya'ni B o'zgaradi. Misol uchun bularda genotipi mana B o'zgaryapti, B tevaga chiqadi, bu B pastga tushadi. Mana bu B pastga, bu tevaga. Shuning uchun mana katta B tevaga chiqyapti, katta A, C. Homolog esa resessiv bo'lib qolyapti. Xo'p, endi shunday organizmlar sonini topamiz. Mana
Katta A, B, S bor, kichkina A, B, S. Demak 46 ga 38. Xo'p, yozamiz. 46 plus 38 bo'lamiz. Uni ham jami nukleotlar soniga ko'paytiramiz. Jami organizmlar soniga va ko'paytiramiz 100 ga. Kelib chiqadi. Xo'p. 46 plus 38 bo'lamiz 10 ga. 8,4%. Endi bu foizda biz bu yerda margaritni topishimiz kerak. Ya'ni mani topish uchun 8,4%, ya'ni bular orasidagi yakka kirsinga foizini qo'shga singovir foiziga qo'shamiz. Necha qo'shga singovir foizi? 0,6. Demak, masofa 9 margarit ekan. Demak, topib oldik 9 margarit. Xo'p, bu ikkinchi ish edi. Endi uchinchi ish. Uchinchi ishni ashga sig'dirishimiz kerak. Xo'p, uchinchi ish endi bular orasidagi topdik, demak bular ketdi. Xo'p, A bilan S ni orasidagi masofani topishimiz kerakmi? Xo'p, A va S ni orasidagi masofani topamiz. Ketdi. Demak, A bilan S ni orasidagi ikki kirsingovir bo'lyapti. Farq nimaga bo'ladi endi bu safar? S ga bo'ladi. Ya'ni bu S lar almashadi. Mana B A kichkinasi, katta B kichkina A kichkina S bo'ladi. Chunki tepaga o'tadi. Xo'p, mana yozib olamiz. B katta A kichkina S. Katta B kichkina A va katta S tushyapti. Shunda organizmlar sonini topamiz. Ya'ni katta A kichkina B S bo'lishi kerak. A va S 63. 63 plus 71 o'zi ko'p qoldi. 71. Buni ham bo'lamiz. Jami organizmlar soniga ko'paytiramiz 100 ga. Xo'p, shunday kelib chiqadi. 63 plus 71 bo'lamiz 10 ga. Xo'p, 13,4 degan foiz kelib chiqdi. Yozib olamiz. 13,4%. Endi bu foizda biz o'tishimiz kerak margaritaga. Xo'p, 13,4 ga qo'shamiz 0,6 ni kelib chiqadi 14 margarita. Xo'p, bu 14 nima? A bilan S orasidagi masofa 14. Endi B bilan S orasidagi masofa qancha bo'ladi? 9 ga 14 ni qo'shsak necha? 23 margaritaga to'g'ri keladi. Xo'p, demak B bilan A orasida 9 ekan, A bilan S orasida 14. B bilan A orasida 9, A bilan S orasida 14. Javobimiz B javobga to'g'ri kelar ekan. Demak, javob B bo'ldi. Kamchiliklar uchun oldindan uzr. Xo'p, keyingi masalada ko'rishguncha salomat bo'ling.